Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Dehqonobod qishlog'idamiz. Har doimgidek. Bu yerda Ramazon aksiyasi bo'lyapti ekan, ya'ni noodatiy mavzuda video chiqaryapmiz sizlar uchun. Ya'ni Ramazonda do'stimiz Muhammad Sodiq, o'zimiz birga katta bo'lgan, o'ynab katta bo'lgan sinfdoshim do'stim, go'shtlar narxini 99 ming so'mga tushirib qo'yibdi. Bilamiz, go'shtlar narxi 120 ming atrofida edi. 99 ming so'mdan shu Ramazon oyi ichi xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir do'stimizdan xudo xolasa ma'lumotlarni olib o'tamiz. Men sizga eslatib o'tamiz, shu Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'idan Mo'y kanalidan bo'lganda 700 metrdagi qassobxonamiz. Hormang do'stim. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlarga qo'l uribsiz. Rahmat. Mana Ramazon aksiyasi bu juda ham sizlar uchun albatta. Do'stim endi tavsiya qilib chiqarib berishga qaror qildik. Bu reklama bas albatta. Do'stim, qanday ma'lumotlar bera olasiz endi? Xudo xolasa bir oy mobaynida go'shtlarimiz 99 ming so'm. 99 ming so'mdan sotilyapti. Xudo xolasa bugundan boshlandi. Bugundan. Kelaversa go'shtlarimiz 18-fevraldan boshlandi. Halol o'zlari so'yib sotishadi albatta. O'zlari molni yetishtiradi. Mana go'shtlar ko'rib turganingizdek, o'zimiz mesniy mollarimiz. Go'shtlar juda ham tiniq xudo xolasa. Qanaqa go'shtlar bor? Suyakli, laqim. Hozircha Ramazongacha suyakli go'shtlarimiz bor. Laqim sotganimiz yo'q. Suyakli go'shtlar faqat. Yog'larimiz bor. Suyaklarimiz bor alohida. Mana suyaklar bor ekan mana bu joylarda. Go'shtli suyaklarimiz bor. Endi bugun birinchi kuni ekan, ertadan boshlab 3 ta 4 talab yetkazdirgancha xudo xolasa so'yib sotish ekan. Bir oy mobaynida, uni bir kun 2 kun aksiya emas, bir oy mobaynida 99 ming. Juda ham yaxshi narx. Go'shtlar sifati ham juda ham zo'r. Xo'p, yana gapiradigan gaplarimiz nima endi? Bular o'zi har juma ehson tarqatishadi. Endi Ramazongacha ham mana shunday ham ehson ham Ramazon tuhfasi bu ham. Mana ko'rib turganimizdek, go'shtlarimiz juda ham sifatli. O'zlari yetishtirib ham so'yishadi. Mana o'ta ham sifatli go'shtlar xudo xolasa. Hop, suyakli holatda ekan 99 ming so'mdan. Xolasangiz yog' ham bor. Yog'ni kilosi qancha qilib berasiz? Yog'ni kilosini ulgurji bo'lsa 20 ming so'mdan qilib beramiz. Ulgurji 20 ming so'mdan. 30 ming sotyapmiz. Ulgurjiga 20 ming beramiz. Endi ko'proq olamiz deganlar uchun, misol uchun karta raqam orqali ham savdo qilishlar mumkin bo'ladi. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa, yaxshi, sifatli, juda ham zo'r holatda. Pastda nomerlarni ham qoldiramiz albatta. Biz xizmatda behijolat aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa biz xizmatda. Pastdan oy mobaynida go'shtlarimizni o'zimiz yetkazib beramiz. Pastdan nomer qoldiramiz, xudo xolasa. O'zingiz nomeringizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, mana har do'llarimiz ham qarab turibdi. Videoga ham ancha vaqtimiz ketib qoldi, ya'ni har doim to'xtamayapti. Chunki go'shtlar juda ham sifatli, yaxshi maza qilib taom pishirishingiz mumkin bo'ladi. Aloqaga chiqsangiz, Muhammad Sodiq do'stimiz birga yoshlikdan katta bo'lganimiz albatta, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradi. Bu sizlar uchun reklama emas, albatta tavsiya. Rahmat barchaga.